Ovozlari qarsillab chiqadigan sochli Napoleon retseptini bugun sizlar bilan o'rganamiz. O'zim pulimga sotib olgan yangi retseptlarni sizlar bilan bo'lishganim uchun ba'zida konditorlardan gap ham eshitib turaman, bilasizlarmi? Nima deb o'ylaysiz? Pulimga sotib olib, sinovdan o'tkazib, siz ham daromadga chiqishingiz uchun o'rgatganim birovni haqqiga kirgan bo'ladimi yoki yo'q? Javobingizni kommentariyada kutib qolaman, chunki bu men uchun juda ham muhim. Napoleonimizni video ketma-ketligida tayyorlaymiz. To'liq retseptni, to'liq grammlarini bo'lsa video tagida yozib qoldiraman. Saqlab olish va dugonangizga jo'natish esingizdan chiqmasin. Ayniqsa yangi ish boshlagan konditorlarga jo'natsangiz ancha foydali bo'ladi. Chunki oson va juda ham tez tayyor bo'ladigan Napoleonlardan biri. Eng muhim joyi xamirimizni yoyganimizdan keyin 10 minut xona haroratida ushlab turish. Shunda xamiringlar kirishib kichkina bo'lib qolmaydi. Va kremlab olamiz. Korjlarimizni xohlasak qaymoq krem, xohlasak moloko kremda kremlaymiz. Bu sizlarning tabiiylarga qarab. Chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bo'lish esingizdan chiqmasin.